kundur, ya'ni Luban haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kundur yelimi arab diyorlarida o'suvchi kundur nomli daraxtdan chiqadigan yelimdir. U miyadagi, badandagi va o'pkadagi ortiqcha balg'am va ho'lliklarni quritish, miyaning eng chuqur yerlaridagi tiqilmalarni ochish xususiyatiga egadir. Xotira va zehnni kuchaytiradi hamda aqlni o'tkirlashtiradi. Chaynab yurilsa milklarini mustahkamlab, og'izni xushbo'ylantiradi. Tomoq og'rig'i, angina va buqoq bezlarini davolaydi. Shuningdek, yaralarni quritish xususiyati ham bo'lib, u oshqozon, 12 barmoqli ichak hamda gemmaroy, buyrak, qovoq va siydik yo'lidagi yaralarni ham quritib davolaydi. Psoriaz va vitiliga o'ta samarali bo'lib, so'gal va papillomalarni qo'porib tushirish xususiyatiga ega. Saraton o'simtalari va yaralari hamda ayollardagi bachadon miomasi kabi kasalliklar uchun sezilarli ta'sirga ega. Lubandan jinlar qochadilar. Shuning uchun ham sehrga qarshi ishlatiladigan dori vositalar qatorida ishlatiladi. Ma'lumotlarimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.